Yaxshimsizlar, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar. Ömrük Sadasi programımızda qo'llab kelayotgan, yoqtirib ko'rib kelayotgan barcha ko'ruvchilarimizga chin qalbimizdan rahmatimizni aytamiz. Xo'sh, Ömrük Sadasi programımızga biz san'atkorlarimizni, ustozlarimizni, do'stlarimizni san'at sifida o'zib kelayotgan tirishchan yosh kuychilarimizni taklif qilyapmiz. Bugunmi dal o'zining tirishchanligi orqali anglovchilarni o'ziga jalb qilgan yosh naqshchimizdan birini taklif etdik. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, o'zining yiqimliq, shamoldek ovozi bilan, ham shundaqla muhabbatli qalblarga bosib kiralaydigan ana shu sehrli ovozlari bilan anglovchilarni o'ziga jalb qilgan yosh kuychimiz Mardon Umar. Cihan küldi inaqның sadasıdır, Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız elib andas, Kökdə uçqan bürkütlərning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız, armanımız, inaqlıq yollarının karvanımız. Yalqıllaydı qalblərdə darvan mikri, Kucağışqan bizga güzel devranımız. Yaxshi bo'lmadi. Sizni ko'rib aytdim, xush bo'ldim. Ana qo'z ol bilan ekranda ko'rmanlik salmoq yo'llayotgan bo'lsangiz. Salam do'stlar. Naqsh do'stlar, Mardon Umar sizlarga o'tib salom. Balkim ekranda ko'rmanlarimiz sizni ko'rgandan keyin Mardon shu sizning bir xo'ngli bo'lgan naqshingiz bor. Qaysi naqsha? Baby, neda yashin baby, neda tenjim baby. Shu naqshingizni birinchi bo'lib asga kelishi mumkin. Undaq bo'lsa, bu naqshingizdan keyin umumiy anglish qatimsan qancha bo'lgandi? To'yingda yig'ib kelsak 120 ming atrofda ishiltish son bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugun naq maydonda bu naqshingizni anglamdik yoki? Yo'q, naq maydonda boshqa bir ijodiy kuylarimiz bor. Oshkorlig'i bo'lamdi? Bo'ldi. Ishinamsan, men Dilyara nomli qo'shiq ijodiyatdan keldim. Men ishinamsan degan naqshingizni bek yaxshi ko'raman. Mushu naqshingizdan mushu mashinada bir atroq tinchroq qilib bersangiz bo'ladimi? Bo'ldi. Har kuni seni aslayman, har minut seni o'ylayman. Suyman desam shinamsan, chin yuragini beralamsan. Nasılcık etib turay. Rahmat. Endi qolgan naq maydonga borganda anglaymiz. Shuning uchun programmamizni oxirigacha ko'rishni unutib qolmanglar. Xo'sh, undaq bo'lsa ekranda ko'rmanlar. Biz hozir naq maydonga yetib keldik. Undaq bo'lsa Mardonning naq maydondagi ifodasini ko'raylik. Naq maydonni ko'rishaylik. Ömrük sadası, ömrük sadası. Qarshi olamiz Mardon inim. Xush bo'ldim sizning kelganingizdan sevindim. Ekrandagi ko'rmanlarga bir salom beraysiz. Salam ekran aldaki körümen dostlar, yaxşımsızlar, naqsh dostlar, Mardon Umar'ın sizlerge o'tib salam. Ömrük Sadası programımızda ko'rishganimdan xush bo'ldim. Rahmat, bizni intayin xush bo'ldik. Mardon ko'rmanlarimizga notanish emas. Bizningki shu taratqu vositalarimizdan to'yin dunyosida Baby ismli, Baby qo'z naqshning ismi ya, biz Baby deb tanıymiz başdan oxir. Shu bir yerni bilmay, haqini bilmayman, lekin anglasam shu tuyg'u borda. To'yin dunyosida haqiqatan tarqalib, mushu naqsha orqali ko'rmanlarimiz Mardonni yana bir qatim to'nib yetdi deb his qildim. Albatta mushu naqsha haqida bir to'xtalib o'taylik Mardon, chunki bu qiziq nuqta-ku. Bo'ldi. Baby degan bu naqshini taqatqa vaqtingizda bunchalik qo'li bo'ldi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, buni chunki mening yaqin do'stim, u yaxshi naqshchi G'olib G'ulom bilan birga qilgan ijodiyatimiz. Bir kun uning ishxonasiga kirib o'tirib, bu bir müzik qilaylik adashdi deb ishxonasiga kirib tug'siz og'zimga mush melodiya kirib qoldi. Kirib tekstni yozib bir kun ichida bitib ketdi bu naqsha. Odatda biz naqshlarni qilsak, kim degan 15 kun yoki 1 oy, hatto 20 yil, 1 yil o'tib ketishi mumkin. Bu naqsha kelgan biz bir kun bilan chiqarib oldik, tekst melodiyamiz chiqdi. Ondan keyin anvilarni tatib keyin turg'i taqat qaqlarimizda manda men ketishimizni o'ylamagan. Haqiqatan ta'sir doirasi bak yaxshi bo'ldi bu naqshadan. Oldidagi hech kim sira bo'lsin bir e'tibor etmasangiz, ko'rmanlarga yuzgilamaymiz bu naqshning gapini qilib bu yerda. Baby, neda yashin baby, neda tenjim baby,
让我无法继续的安分，baby， 你这迷人，baby， 想要进一吻，baby， 你就是把插入我心的利刃。 Рахмат, Merdan. Onundan başqa Merdanның aytқан нақшылары xeyli бар. Әмді байымен тәріплеген vaqtda Merdan sizni yaqimliq, shamaldek, illiq ovozi bilan deb tasvirlab o'tdimchu. Haqiqatan sizning ishinamsan, ko'nglim qatorliq bir qator tarqalib, ko'rmanlarning yaxshi ko'rishiga erishgan bu naqshlarni anglagan vaqtimizda birda uyqumuz kelganda, bir tuyg'uga kelsak, birda bir o'zimiz xiyolimizni kinoga ketib qolamiz-chu, bir voqelikni ichiga kirib ketib qolamiz. Bu nima desiz, ovozingizning kuchi-chu. Rahmat. İşinime Merdan, bundan keyingi sizning mushu naqshi aytish sohasidagi taraqqiyotingiz haqiqatan yaxshi bo'ladi. Bu bir naqshingiz emas, balkim bundan keyin kim biladi, yarim kunda tutib qolgan bir naqshingizdan qaytadan bir ta'sir doirasi yaxshi bo'lgan naqshlar tarqalib qolamdi. Albatta shunday bo'lishiga tilakdoshmiz. Merdan, unda biz o'qish hayotingizni bir anglab o'taylik. Ko'rmanlarga sizni tanishtirish bugun mening vazifam. Buldu. Qaysi maktabda, qaysi kasbda o'qidingiz degandek. Mening o'qigan shu maktabim Cho'jangshuanda shu. O'qigan kasbim bo'lsa Şoxuy konso. Oydek, mush naqshi bilan bek yaqin munosabati bor kasbga bo'lmasa. Şoxuy shu doirasida. Qanday bo'lib bu kasbni tanlab qolgan bo'g'aydingiz? Ota-onamning deysiz. Yuqi vaqtlarimizda bolalarning hammasi ma'lum bo'lish orzusi bor. Lekin men muzika o'qigan o'tin kuchli o'qishga balkim ma'lum bo'lib qolsam bu muhim xizmatning o'tishini chiqarmaslik mumkin shu. Hammasidan ish qilgan kasb mushib qolgan shu talaba. Bu shu o'qish jarayonida ancha-muncha naqsha, muzika kasbi bilan bog'lab baqdingizmi kasbingizni? Kasb bilan munosabatsiz ish qildim o'qishdan asosan. Lekin texnik maktabni bu yil bitardingiz-ku, ha? Bu yil bitgan bilan siz oliy maktabga borgandan boshlab mana naqshlarni aytib, tarqalib, Merdandan iborat shundaq bir Shinjonglik naqshchi bolaning shikir o'lgilarda, sahnlarda chaqnayotganligi bizga ma'lum. Shu vaqtlarda men o'yladim, bu ukam cho'qim shu naqsha yoki ovoz kasbida o'qib yetibdi-da deb his qildim-chu. Ammo bugun faqat munosib bo'lgan bir kasb. Ammo bu kasbni o'rganganingiz meningcha keyin turmushlik bo'lgandan keyin yoki jamiyatda nurg'un ishlarni qilgandan keyin qadamda bir o'rganganlaringizning bir mevasini ko'rib qolishingiz mumkin deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki bizning o'qigan kasbimizda nurg'unlagan jamiyatda hozir yuz berayotgan masalalarni biz betaraf qilamiz, psixika davolaymiz degandek. To'g'ri. 4 yil jarayonida mushta bilimlarni o'rgandim. Albatta abay deganga o'xshash bundan keyingi natijangiz texmi yaxshi bo'lsin Fukam. Bizning Umid Sadosi programmamizda paranglashimiz, suhbatlashimiz, ham shundaqla naq maydon naqshlarni huzurlanamiz. Oldi bilan qaysi naqshingizni so'q qilsiz? Oldi bilan o'zimning ijodiyati Dilyara nomli ijodiyatimni sunsam. Bu naqshi yangi ijod qilindimi? To'g'ri. Ajab yaxshi, yep-yangi naqshlar bilan anglaydi ekanmiz-da. Musikat akimizdan Adil akimiz taklif qilsak, bildi. Ajab yaxshi. Ijro qilsak, rahmat. Qani, marhamat. Umid Sadosi. Umid Sadosi. Bugün bu gece o'zgacha qara, yolg'izlikni tashlab ketding sen menga, suyib bezilgan edim men sana, unutolmayman dildagi yara. Bugün bu gece o'zgacha qara, yolg'izlikni tashlab ketding sen menga, suyib bezilgan edim men sana, unutolmayman dildagi yara. Muhabbet o'tida ko'ydim men, kul bo'lib yuzing qarab men, dilimga davrib seg'inaman, seni mangu so'yman. Muhabbet o'tida ko'ydim men, kul bo'lib yuzing qarab men, dilimga davrib seg'inaman, seni mangu so'yman. Asla keldim ben, kaçma yarlar
bo'ldi endi o'ylama asta keldim men qaşma yarlarni aşma bo'ldi endi o'ylama armanlar to'ldi bu gece dermanlar Seviniş yegana armanlar to'ldi bu gece dermanlar Seviniş yegana muhabbet o'tida kuydim ben kul bulup yüzün qarab ben dilimga tavirib seviniman seni mangu suyman muhabbet o'tida kuydim ben kul bulup yüzün qarab ben dilimga tavirib seviniman seni mangu suyman Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmat, Merdan. Rahmat. Demedimmi, shamaldek ovoz deb. Bugun mana naq maydonda anglab qaytadan salkin bir shamol kelyapti. Kecha studiya azroq issiq bo'lsin-ku, va shamol qo'shyapti. Merdan inim, haqiqatan tirishyapsiz. Abay deganga o'xshash, gerçi kasbingiz bizning san'at kasbi bilan munosabatsiz bo'lsa-mu, o'qish jarayonida nurg'un programmalar qatnashdingiz, musobaqalar qatnashdingiz, ekranlarda ko'rib, faxrlanib o'tirdik. Ko'ylon Alshin programma bu deyman. Shu programma endi yana bir programma qatnashdingiz. Qaysisi degan birsi? Mango TV'ning Tiensha Yingshong. Ashladagi erishgan natijalaringizni bir anglaylik. 2017-yili Xunavi shuniki Ko'ylon Alshin degan programma qatnashib, Xian sayt shuniki Xian rayonidagi 10 kishilik majlis bo'lib, anandan Chang'o sayt shu 100 kishilik kirganda shanab ketib qolgandim. Andan 2018-yili Mango TV'ning Tiensha Yingshong programmasida Chang'o arshi chang bo'lgan. Yana bir qatam muborak bo'lsin Fuka. Biz ham deylik, tafsili hammani ko'rib olamizakmi, ammo ekranda ko'rganimizdan xush bo'ldik-da. Mana bugun haqiqatan yaxshi natijangizni anglab suyundim. Merdan, ishinamsan degan bu naqshni o'zingizning ijodiyatimi? Bu naqshga kelsak, bu aslida bizning yaqin bir akamiz bor. Uning ismi Merdan. Bularning ijodiyati. Bu sho'rchan naqshi asli bu. Keyin men bu naqshni bak yoqtirib ketib, oldidagi melodiya yeri yo'q bu asli naqshnachu. Suymansam shinamsan she'rlar bor. Qolgan yerlar rap nusxasi. Men oldidagi liriklarni o'zim tekst yozib, o'zim melodiyasini qilib yasab, arts transo ikkinchi qatimliq ijodiyat bu. Shu akamizlar hamkorlashib chiqqan naqsha. Ajab chiroyli chiqqan naqsha jumu bu. Nechinchi yilda qildingiz bu naqsha? Bu naqshning asl nusxasi 2008 tarqatgan bo'lishim kerak. Ben o'zim qaytadan ijod qilib bo'lgandan keyin 2017'de 2. ayning 14 kun tarqatgan naqsha. 2. ayning 14 kuni. Haqiqatan chiroyli bir naqsha. Bu naqshningki suratli filmini ishildikmi, yo'qmi? Ishildik. Umi o'xshash bir vaqt tarqatildimi, keyin ishildingiz? Uni keyin 3 yildan keyin biz hamma joyda tayyorlab puxtab bo'lganda naqsh aytib saviyarimizmi qaytadan bir asrab kuchlangan vaqtida qaytadan bir aytib muzikalarni qayta akkordlashtirib buni akkordlashtiruvchi Murat bo'lsa qildi qaytadan bir ishlab chiqardik. Mana bugun ekran orqali paranglashib ko'rmanlarga qaytadan Merdan Ömerdan iborat shu naqshchining qanday tirishchan bir yosh naqshchi ekanligini bir tunutgan bo'ldik deb o'ylayman. Texmi tirishingizni umid qilaman Merdan. Cho'qin tirishman. Ishinamsan degan naqshni anglaydigan navbat keldi hozir. Ma'qul. Tuanda ijodiy kuylarimizdan ishinamsan. Marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
Her günü senin eslemen Her meydan senin oylayman Senin her bütünüqin kimlerge davan Her bir demlerde bulsa yanımda Kulun it kulum Bütün dünyaya erişkinim Güzel gelecekimiz üçün bağışlaydım Söymen desem işinem sen Çin yürgünü bir alem sen Varlığımni bir ay sana Meni sen kubul kılalam sen Söymen desem işinem sen Çin yürgünü bir alem sen Varlığımni bir ay sana Meni sen kubul kılalam sen Burunsa menin ümit armanım Amdi buldum men o yulduz nigarım Eğer çapalık bolsun mu bu ceryan Sen bilen birge buluş ahirki nişanım Kulun it kulum Bütün dünyaya erişkinim Güzel gelecekimiz üçün bağışlaydım Söymen desem işinem sen Çin yürgünü bir alem sen Varlığımni bir ay sana Meni sen kubul kılalam sen Söymen desem işinem sen Çin yürgünü bir alem sen Varlığımni bir ay sana Meni sen kubul kılalam sen Ömrük sadası Ömrük sadası Rahmat, Merdan. Rahmat. Hakikaten bek huzurlandım. Bir hafta qilishim da bu naqshinamdi. Kanal Kalışıylıqlı ketdi. Ama muşның özü bir natija deb qarayman fikam. Andan bugungi programmamizda tilga ilish tegishli bo'lgan yana bir tema bor. Ya'ni yaqinda nihoyatda yaxshi bo'lgan shan-sharaflarni qo'shdingiz. Yipak yo'l sadasi programmasining 4-qarorda Aygül ma'lumning 3 kuchlikni kirdingiz. Andan butun programmada 10 kuchlikni kirdingiz. Bu bek yaxshi natija fikam. Muşu programda özünüzün icadi naqshlarını köprək etdiniz. Doğru. Naqsh tanlash bosqichlaridan bir xabardor bo'layli. Aygül ma'lum bilan qandaroq deyishgan. Biz birinchi aylamdagi ma'lum tanlab bo'lgandan keyin o'zinglarning naqshini yo'llab beringlar degan vaqtda men odatda musab qatnashdim burun yig'ilib qolgan ijodiyatlarimda Allah ma'lum yo'llab berib qilsam ma'lum ukam siz cho'ng zo'r ishga shu kelsiz shunga mana shu ijodiy kuylaringiz bilan men deb shu talab bilan endi bir 3 bosqich 4 bosqich o'zimni ijodiy naqshlarimda aytib ma'lum Ishinamsan, Dilyara, Çarsiz. Nima ko'nglimni aytdingiz. ko'nglim shirinlik ijodiy. Aygül ma'lum haqiqatan iqtidorli ma'lum. To'g'ri. Sizlarning hammanglarningki ovoz xarakterini bek yaxshi bayqab olganchu. Shuning uchun yaxshi natijalar qo'lga keldi ukam. Boya parangning oraliqida deb soldingiz, o'qish bitdi. Ammo yana yo'lga chiqib qoldigandek turman safarga deb. Chiqdik. Bundan keyin inshaalloh qandaroq? Ben 4 yıl Ali Mektep jarayonida o'qigan kasbim shu bo'lgandan keyin shunga muzikaga munosabatlik bilimdan o'rganolmagan. Shu o'ylamda kelgusi 2 yil jarayonida Beyjing berib maxsus muzikadan 2 yil chingish o'qishni planladim. Bek yaxshi o'ylabsiz ukam, o'qishingizni men bak qo'llayman. Uning ustiga poytaxtimiz Beyjingni bek yaxshi ko'raman. U yerda shu muzika naqsh sohasidagi eng ilg'or oldin qatordagi ustozlarimiz bor. Shular bilan suhbatlashib, paranglashib balkim
bay deganga o'xshash buningdan keyingi natijangiz o'zingiz o'ylaganingizdan yaxshi bo'lishi mumkin. Chuqur tirishman. Bay dedingizku, baby degan narsaning bundoq iliq olqishga erishib ketishini men o'ylab baxmagan deb. To'g'ri. Bundan keyingi natijangizmi? Tilakim shuki, o'zingizmi o'ylab baxmagan darajada yaxshi bo'lsin ukam. Chuqur tirishman. Rahmat. Rahmat, naqshangizni huzurlandik, yaxshi suhbatda bo'lib oldik. Eng go'zal tilaklarimizni sizga yo'llag'ash. Bugungi programmamizni shu yerda oxirlashtiraylik. Biz keyingi programmalarimizda ko'rishaylik, sahnalarni yo'qolib ketmay pat-pat ko'rmalar bilan yuz ko'rishib turishingizni, ham shundaqla ana shu salkin shamolda yiqimli naqshlaringizni ko'proq aytishingizni umid qilaman ukam. İşleriniz yaxshi natijali bo'lsin. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, O'mlik sadosi programmamizning bugungi soni mana shu yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xo'sh.